Bismillahirrahmanirrahim. Sunan İbn Majah'ның şərhisinin davamı 18-ci hadis. İbn Majah rahimehullah şundaq deydi: "Haddesena Hişam ibn Ammar." Bizge Hişam ibn Ammar hadis sözləb bədi. Yani İbn Majah rahimehullah Hişam ibn Ammar degan kişiden, şeyxidin bu hadisni alğan. Umunda deydi: "Bizge Yahya ibn Hamza hadis sözləb bədi." Umunda deydi: "Mənə Burd ibn Sinan hadis sözləb bədi." O İshaq ibn Qabisadan, o dadisidan rivayet qılğan. Ubadat ibn Samit al-Ansari radiyallahu anhu an-Naqib, yani vakil. Sahibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabisi Muaviye radiyallahu anhu bilen Rum zimillarda can qıldı. Gazat çıktı, can qıldı. فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسْرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ. Şuna qaraqdaq bolsa kişiler kümüşnün, altınның parçalarını dinarlığa, dinar pulluğa ve kümüşnün parçalarını dirhemlerge sütütüptü. Şimdi bunlar bundaq dedi: kişiler, sizler riba yevatsızlar, cazan yevatsızlar. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bundaq digeligini anlagan idim. La tebta'uz zehebe biz-zehebi illa mislen bi mislin. La ziyadete beynehuma ve la nazira. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bundaq digeligini anlagan idim. Sizler altınni altınga fakat şunu setinglar. Yani miqdarı tang bolsun. Qancha gram bolsa, bir altın yani bir altın tegishmoqchi bolsanglar demekçi mesela. Miqdar o'xshash bolsun. Qancha gram bolsa, yani birisi shuncha gram bolsun. La ziyadata baynahuma. Yani birsidan ziyada bo'lib qolmasin. Masalan, bir dona altın üzük bilan bir dona altın halqini tegishayli degan bolsa, o chuqum ikkisininki gram soni o'xshash bo'lishi kerak. Wala nazira. Yani qo'lma-qo'l. Ma altın üzükni hozir sizga biray. Ma o altın buni o'rniga birdigan altın zincir yoki altın halqini bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin bir siz deb bunday qilmasdan, balki nahmidaq shu so'da bo'lgan o'rinning o'zi naq bir sizlar degan gap. Mana shunday deganligini anglagan edim. Faqala lahu Muaviya radhiyallohu anhu Ubadat ibn Samit al-Ansari radhiyallohu anhu debtu: "Ya Abul Walid, la ara riba fi haza illa ma kana min nazira." Men buningda riba deb qaramayman, faqatla nisi nazira degan nisi bo'lgan chaqda andan riba deb qarayman. Chunki g'azotga chiqqanda bular g'animat olgan altın qachilarni, kumush qachilarni kuffarlardan g'animat olgan jangda. Shuning bilan bu g'animat olgan bu narsalarni dinar dirhamlarga almashtirib o'zaro ilib setishib qilishgan. Shuning bilan miqdori o'xshash emasga degan bu yerda Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu. Ama Muaviya radhiyallohu anhu bu riba bo'lmaydi. Biz naq ilyapmiz. Kechib turgan bo'lsak, o chaqda riba nasi'a bo'ladi. Ribal fadl ortiq kamsasak jazoni yo'q bo'ladi degan. Shundan Ubada radhiyallohu anhu bu gapni anglagandan keyin achchiq kelib: "Uhaddisuka an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va tuhaddisuni an ra'yik." Men sana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan deb hadis so'zlab birvatsam, sen o'zingning fikr ko'z qarashingni deyotsan go. La in akhrajani-Allahu la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imra. Agar Alloh taolo meni chiqarsa, ya'ni qaytib bo'lsam, yurtimizga qaytib bo'lsak, seningki hukmronliging bo'lgan zaminda sen bilan birga turmayman dedi. Andan qaytqanda Madina ketdi. Shamda turmay Madina ketdi. Shundan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunda dedi: "Ya Abul Walid, qandaq isni bu yerga qaytirib keldi? Qandaq nas keldi? Nimishqa Madinaga yenib keldingiz? Shamda Muaviya radhiyallohu anhu bilan birga turmay" degandan keyin faqassa alayhi al-qissam va ma qala min musakanatihi. Uningga bu bo'lgan ishlarni deb berdi, bunda ishlar yuz berdi deb. Andan keyin uning bilan bir yer turmaslik haqidagi bu gaplarni deb berdi. Shuning bilan irji' ya Abul Walid ila ardik. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu sahabaga sen o'zingning shu yerga qaytib ketgin, Sham qaytib ketgin. Qabbahallohu ardan lasta fiha va amsaluk. Sen va sen o'xshagan kishilar bo'lmagan zaminni Alloh taolo qabih qilib assun dedi. Anan Muaviya radhiyallohu anhu shundaq dedi: "La imrata laka alayhi." Bunga
kişisinin hukukunu işlemeydi. Vahmilin nasi ala ma qala. Bunun degeni to'g'ri demakchi yani. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini sözlep atıdı. Şu to'g'ri kishilarni shuningdek qilishga undigan fa innahu huval amr ish shundaq. Ya'ni anlagan hadisi to'g'ri. Chunki ayni vaqtda Muaviya radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'ltirib qopib, suhbatlashib, sahaba bo'lgan bo'lsa, men bu hadisni Peygamber Aleyhisselam'dan anglamagan. Hem şu elip satışkan kişilermi bu hadisini anlamagan. Bu hadis bununki ravilerden bir ravi aciz bo'lganlik uchun, anlamaganlik uchun yani bir şeyhten bu hadis aciz hadis hesaplandı. Ama bu hadis Buxariyda rivayet kılıngan başqacharoq lafzda, lekin şu qissaning o'zi shu rivayet kılıngan. Bu hadisden elingan faydalar jazoningki harom ekanligi. Onundaki sahabelerinin bir-biriga amr ma'ruf nahiy munkar qilib turdiganligi va amr ma'ruf nahiy munkar qilishda o mayli amr bo'lamdi, boshliq bo'lamdi va yoki xalifa bo'lamdi, cho'ng odam bo'lamdi, ahni haq o'tirib yalaydigan dadilligi ham bizning shunday qilishimiz kerakligi. Ondan sahabelerinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini ne kadar uluglaydiganligi. Mesela Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu, gerçi Muaviya radhiyallohu anhu emir bolsun, qo'rqmasdan uni rad qilib, uning ochiqlayoldi. Ham sarat qilganliging uchun sen bilan bir yadim tutmayman deb ochiqlab ketdi. Ya'ni Allah uchun yaxshi ko'rish, Allah uchun yomon ko'rish. O'zini cho'nglardan qo'rqib qolmaslik haqiqatini bayon qilishda.